Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan aziz do'stlar, yurtdoshlar. Shu joyimizga podpisatsiya, like'larni bosib beringlar. Podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangizlar, podpisatsiya yoddan chiqmasin. Like so'rab qolamiz aziz do'stlar. Nechun neyza pajini xotli, ajoyib narxli, sizlarga bir qavatli, ровно 200 kvadratlik joyni danıştırib o'tsak. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimizning lokatsiyasini keladigan bo'lsak, Mumtoz to'yxonaning yonida garaj ham bor. Agar turlaringiz deyin, joyimiz ham kattalik ham, balandlik ham ajoyibgina bo'lib turibdi. Tashkil qilingan joyimiz tayyor holda ko'rib turibsiz aziz do'stlar. Bismillahirrahmanirrahim deb joyimizga girsak aziz do'stlar. Joyimizda dalonimiz ham katta ekan. Aziz do'stlar, dalonlarimiz ham belimizda girganlar umonliklar ham turibdi. Tak, bir ikki eshik. Dalonimizda ikki eshik bor. Ikki eshikdan ajoyib eshiklardan qo'yilgan ilk oynalar ham ko'chaga. Hozir birinchidan tanishtirib o'tamiz. Girgandan ham eshiklarimiz ham ajoyib. Ko'rdilaringizda oynalarimiz hammasi ko'chaga qaragan. Yap-yoqti bo'lib turibdi. Bu yerimizning birinchi xonasi, ya'ni mehmonxona deb aytiladi. Razmeri ham katta ekan, uzunligi ham katta ekan aziz do'stlar. Shpokolikka holatini turibdi. Xohlasanizlar remont qilib ham beradi. Xohlasanizlar shu dushundan olib bilasizlar, xohlasanizlar oboy, xohlasanizlar fon urasizlar. Shuning uchun remont qilib qo'ydilar. Bu yerimiz spalnisi, ko'rib turganingizdek spalnilarimiz ham nalari oynalari ko'chaga qaragan. O'zi spalnini bir oynasi ichana qaraladi o'zi, lekin buni ko'chaga qaralgan sababi pajani xota bor aziz do'stlar. Reyestrlar bor. Duh konteynerli katyollarimiz ham turibdi bu yerda. Aziz do'stlar, bu yonimizda ayollarimiz uchun oshxonamizni kattaligini e'tibor etamiz. Ajoyibgina kattagina gaz, svet, suvlarda hech qanday muammosi yo'q. Bu yerimizda yana bir xonasi spalnisi. Buniki ham oynasi ko'chaga qaragan. Aziz do'stlar, otasiga qaragan ekan bu. Ham kelaversak, bu yerimizda hojatxonamiz, saunzerimiz, duh konteynerli katyolimiz turibdi. Gaz ulangan, svet ulangan, hamma narsasi ulangan, to'g'ri kirib remont qilib yashalib beriladi. Remont deganim sababi shifokilib kelibdi. Ya fon ya oboy. Bu yerimiz saunzerimiz, hojatxonamiz, yana ko'rib turganingizdek, bu yerimiz 100% tayyor beramiz. Yine aristollar ham yoqib qo'ydi, issiqqina olib turibdi. Aristollar bellarimiz ham yana registrlar qo'yilgan ekan, issiqqina. Bu yanımıza kelaversak, bu yerimizda otizimiz ham bor. Otizimizdan pajini xota chiqadigan eshik ham qo'yilgan. Xohlasanizlar bu yerdan ham chiqaverasiz aziz do'stlar. Yana plusi bor. Bu yanımızda letniy hojatxonamiz ham bor aziz do'stlar. Shu joyimizga like'larni bosib, podpisatsiya bosish yerdan chiqmaz aziz do'stlar. Podpisatsiya so'rab qolamiz, like bilan podpisatsiya so'rab qolamiz aziz do'stlar. Bemalol telefonlaringizni kutib shu joyimizni olsalar, hammamizga nasib etaversin bu joylarda. Bunday joylar Allohimni o'zi bilan Allohim o'zi shunday joylarni nasib qilaversin hammamizga. Sho'chiklarimiz ham gaz sho'chiklar orqa tomonda turibdi aziz do'stlar. Bemalol telefoningizda tayyor holda.